Bugundan boshlab o'quvchilar mana shu Nodirbek Ismoilovning biologiya fandan masalalar to'plamidan boshlar ekanmiz. Xo'p, mana shu masalalar to'plami biz ishlaydigan masalalar kitobini birinchisi bo'ladi. Shundan tartib bilan ishlab boramiz. Hammalarning qo'llaringda bor, hammalarning qo'llaringda bor. Mana shundan ishlab borilaveradi. Endi xo'p, ochamiz birinchi. Birinchi betini ochsalaring. Birinchi bobda moddalar almashinuvi va uni birinchi qismida hop ulotrixga oid masalalar degan qismi bor. Hop, hammalaring 6-sinf kitobini o'qib chiqdilaring. 6-sinf kitobida ulotrixning ko'payishiga oid ma'lumotlar berilgan. Bu juda murakkab bas. Ulotrix degan suv o'ti bor. Bu ikki xil yo'l bilan ko'payadi. Qanday yo'llar bilan ko'payadi? Jinsiz va jinsiy yo'llar bilan ko'payadi. Xo'p, mana bu demak ulotrix ko'payishi jinsiz ko'payish va nimaga bo'linar ekan? Jinsiy ko'payishga bo'linar ekan. Ulotrix jinsiz ko'payganda 4 ta yoki 8 ta hujayraga bo'linadi. Har bitta hujayraning nomi nima ekan? Zoospora. Jinsiz ko'payishdan hosil bo'lgan har bir hujayraning nomi nima ekan? Zoospora. Zoosporalarning xivchini 4 ta. Har bitta zoosporani xivchini nechta ekan? 4 ta. Keyin har bitta zoosporadan bittadan nima hosil bo'ladi? Ulotrixning ipi hosil bo'ladi. Demak, ulotrixning jinsiy ko'payishida zoospora hosil bo'lar ekan. Zoosporada xivchinlar soni nechta ekan? 4 ta ekan va bitta zoosporadan nechta ulotrix ipiga aylanar ekan? Bitta zoosporadan bitta ulotrix ip hosil bo'ladi. Xo'p. Endi ulotrixda undan tashqari jinsiy ko'payish shakli ham bor ekan. Xo'p, jinsiy ko'payish shakli. Ulotrix jinsiy ko'payganda teng kattalikdagi ikkita xivchinli nima hosil qilar ekan? Izogametalar. Teng kattalikdagi ikki xivchinli izogameta. Ular bir xil kattalikda o'lchamda tuzilishda bo'ladi. Izogametalar suvda suzib yurib, ikkitasi bir-biri bilan qo'shiladi. Qo'shilib ikkitasidan bitta zigota hosil bo'ladi va bitta zigota tinim davrini o'taydi. Tinim davrini o'taganidan keyin hop har bitta zigotadan nechta ulotrix tip hosil bo'ladi? 4 ta. Barcha masalalar shunga borib taqaladi. Demak, mana bu yerga yozaylik, bo'lmasa. Demak, ulotrixda ko'payishi daftarlaringga yozaverasizlar. Ulotrix ko'payishi ikki xil bo'lar ekan. Jinsiz ko'payish va jinsiy ko'payishga bo'linar ekan. Xo'p, jinsiz ko'payishda ulotrix nima hosil qilyapti? Zoospora hosil qilyapti. Zoosporalarning xivchinlari soni 4 ta. Zoosporalarda xivchinlar 4 ta. Hop, xivchini bor. Bitta zoospora bu degani bitta ulotrix degani ekan. Ulotrix degani. Endi jinsiy ko'payganda hosil qilyapti nima? Izogameta. Izogameta. Izogametalarda nechtadan xivchin bo'lar ekan? 2 tadan hop, xivchin bo'lar ekan. Hop, 2 ta izogameta qo'shilib turib bitta nima hosil qilar ekan? Zigota, bitta zigota hosil qilar ekan. Hop, zigotalarda bo'linishidan
ulotr x iplaridan nechta hosil bo'lar ekan? 4 ta. Ha? Demak, bitta zigota hop 4 ta nima degani ekan? Ulotr x ipi degani ekan. Bitta zigota 4 ta ulotr x ipi degani. Bo'ldimi? Eslaringda qoldi. Demak, ulotr x ko'payishi necha xil ekan? 2 xil. Jinsiz ko'payish va jinsiy ko'payish. Bu juda oddiy, ha? Jinsiz ko'payishda nima hosil qilar ekan? Zoospora. Uni hushi nechta ekan? 4 ta. Hop, bitta zoosporadan nechta ulotr x? Bitta ulotr x deb hosil bo'lar ekan. Jinsiy ko'payishda nima hosil qilyapti? Izogamet. Izogametda hushi 2 ta. Hop, izogametalar ikkitasi bir-biri bilan qo'shilib bitta zigota hosil bo'ladi. Bitta zigotaning bo'linishidan ulotr x iplari nechta ekan? 4 ta. Ulotr x ipini hosil qilar ekan. Hop, endi masalalarga qaraymiz, ha. Hop. Ulotr x ga oid masalalarni biriga qaraymiz. Ulotr x jinsiz ko'payishida qatnashgan zoosporalarning tarkibida 400 ta huchim bo'lsa, zoosporalar soni nechta debdi? To'g'ri. Demak, 400 ta huchim bo'lsa, har bir zoosporada huchimlar nechta ekan? Hop, 4 ta. Demak, bo'lsak, ulardan hosil bo'ladigan ulotr x iplar soni 100 ta bo'ladi. Javobi bas ekan. Endi bu masala kitobining afzallik tomoni har 4 ta savol bir xil, bir-biriga o'xshaydi. Siz bittasini aytsangiz, qolgan 3 tasini albatta yechalasiz, ha? Shuning uchun namuna sifatida men birinchisini ishlanishini ko'rsatib beryapman. Endi hop 2 yu 1 ga qaraymiz, ha? Hop, 2 yu 1 ga qaraymiz. Ulotr x jinsiz ko'payishida 30 ta zoospora qatnashgan bo'lsa, undan hosil bo'lgan iplarning soni nechta deyapti? Demak, 30 ta zoospora nechta ulotr x ipini hosil qiladi? 30 ta zoospora bu 30 ta ip degani, ha? 30 ta ip degani. Javobi A. 3-1 ga qaraymiz. Ulotr x jinsiz ko'payishida 10 ta ulotr x iplari hosil bo'lgan bo'lsa, uni hosil qilgan zoosporalarning sonini toping debdi. Bu ham juda oddiy ekan. 10 ta ulotr x ip hosil bo'lgan bo'lsa, bu 10 ta nima degani? Zoospora. Hop. 10 ta ip degani bu 10 ta zoospora degan. Demak, javobi A ekan. 4-1 ga qaraymiz. Ulotr x jinsiz ko'payishida 128 ta huchim saqlagan hujayralar ishtirok etgan bo'lsa, hosil bo'lgan iplarning sonini toping debdi. Ulotr x jinsiz ko'payganda nima hosil qilgan? Zoospora hosil qilgan. Zoosporalarda huchim nechta bo'ladi? 4 tadan 128 ta huchini bo'lgan bo'lsa, 128 ta huchini bo'lgan bo'lsa, uni biz nechaga bo'lamiz? 4 ga bo'lsak, demak 32 ta nima bo'lgan? Zoospora bo'lgan, Hop, jinsiz ko'payishida deganligi uchun huchimlar sonini biz 4 ta olyapmiz, to'g'rimi? Demak, buni javobi hop A javob ekan. Bunda javobi A javob ekan. Endi 5-1 ga qaraymiz. 5-1 ga. Asta-asta murakkablashib boradi, Hop. Boshdagilar juda oddiy. Ulotr x jinsiz ko'payishida 128 ta ulotr x iplari hosil bo'lgan bo'lsa,
Buni hosil qilgan zoosporalardagi xichinlar soni nechta debdi? 128 ta zoospora bo'lgan bo'lsa, uni har birida xichinlar soni nechtadan? 4 tadan bo'lsa, demak 512 ta. 512 ta nima bo'lgan ekan? Xichin bo'lgan ekan, ha? Hop, javobi D javob ekan. D javob ekan. Hop. Endi 601 dan ham ishlab qo'yaylik, ya. 601. Ulotrixning jinsiz ko'payishida 32 ta zoospora hosil bo'lgan bo'lsa, shu zoosporalarning 25% dan hosil bo'lgan ulotrixning ip soni nechta debdi? Xo'p, 32 ta zoospora bo'lgan bo'lsa, 32 ta zoosporasi bu 100%. Xo'p, 25% qatnashibdimi? Demak, x topsak, 32 ni 25 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak, demak nechta ekan? 8 ta. 8 ta zoosporadan nechta ip hosil bo'ladi? 8 ta. Javobi A ekan, ha? Xo'p. 701 da ishlaymiz, ha? 701. Ulotrixning jinsiz ko'payishida 40 ta ulotrix iplari hosil bo'ldi, lekin bu jarayonda zoosporalarning 50% ishtirok etgani ma'lum bo'lsa, jami zoosporalar nechta debdi? Xo'p, 40 ta ulotrix ipi nechta zoosporadan hosil bo'lgan? 40 tadan, to'g'rimi? 40 ta ulotrix ipi 40 ta zoosporadan hosil bo'lgan. Endi 40 ta zoospora umumiy zoosporalarning necha foizi ekan? 40 ta. Hop. Zoospora umumiy zoosporalarning 50% ekan. 100% o'zi aslida zoospora qancha bo'lgan desak, demak uni soni 80 ta ekan, ha? 80 ta ekan. Demak, buni javobi A javob. A javob. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Hozir har bittasini 2-3 larni bajarib olamiz, ha? Xo'p, bajar. 8-masalani birinchisiga qaraymiz, ha? Ulotrixning jinsiz ko'payishida 40 ta ulotrix iplari hosil bo'ldi, lekin bu jarayonda zoosporalarni 50% ishtirok etgani ma'lum bo'lsa, jami zoosporalardagi xichinlar sonini toping debdi. Demak, 8 da biri 40 ta ulotrixda ip hosil bo'lgan bo'lsa, ha? Bu nechta zoosporadan hosil bo'ladi, o'quvchilar? 40 tadan hosil bo'ladi. Endi 40 ta zoospora umumiy zoosporalarning necha foizi ekan? 40 tasi umumiy zoosporalarning 50% ekan, ha? 50%. 100% da qancha desak, umumiy zoosporalar soni nechta ekan? 80 ta ekan, ha? Endi 80 ta zoosporada har birida nechtadan xivchin bo'ladi? 4 tadan xivchini bo'lsa, umumiy 320 ta nima bo'lgan? Hop, xivchini bo'lgan. Buni javobi A javob ekan, ha? Hop. 901 ga qaraymiz. Ulotrixning jinsiy ko'payishida 200 ta izogameta borligi ma'lum bo'lsa, undan rivojlangan zigotalar soni nechta debdi? Xo'p, bizda 2 ta izogameta bitta nimani hosil qilyapti? Zigotani hosil qiladi, ha? Xo'p. 2 ta izogameta, bu bitta nima degani? Zigota degan, ha? Bitta zigota. Endi izogametalar bizda nechta? 200 ta. 200 ta bo'lsa, zigotalar soni nechta bo'ladi? 100 ta bo'ladi. Xo'p, buni javobi A javob.
Ha. Endi 10-masalani birinchisi. Ulotir X'ning jinsiy ko'payishda 40 ta izogameta qatnashgani ma'lum bo'lsa, debdi. Ulardagi xivchinlar sonini toping, debdi. Xo'p, to'g'ri. Bitta izogametada xivchinlar soni nechta? 2 ta. Xo'p, 40 ta izogameta bo'lsa, 12 ga ko'paytirsak 80 ta nima bo'ladi? Xo'p, xivchin bo'ladi. Hop, 40 ta izogametada har birida 2 tadan xivchin bo'lsa, jami 40 ta izogametada 80 ta xivchin bo'ladi. Hop. Ha, javob ekan, ha. O'n bir birga qaraymiz. Ulotir X'ning jinsiy ko'payishda qatnashgan hujayralarda deyapti, jami 60 ta xivchin borligi ma'lum bo'lsa, hosil bo'lgan zigotalarning sonini toping, debdi. Xo'p, endi 60 ta xivchini bo'lgan bo'lsa, 60 ta avval nechaga bo'lib olamiz? 2 ga bo'lib olsak, 30 ta bizda nima chiqadi? Izogameta. Ha? 30 ta izogameta. 30 ta izogametani har birida xivchinlar soni nechtadan bo'ladi? 2 ta bo'lsa, demak 60 ta. 60 ta. Hop. Ha. 30 ta izogameta bo'lsa, bizdan so'rayotgani zigotalar soni ekan. Demak 30 da 2 ga bo'lsak, demak 15 ta nima chiqar ekan? Hop, zigota chiqadi. 15 ta zigota. Demak, zigotalar soni 15 ta ekan, javobi A. 12 1. 12 1. Ulotir X'ning jinsiy ko'payishda qatnashgan hujayralarda 60 ta xivchin borligi ma'lum bo'lsa, debdi. Hosil bo'lgan Ulotir X iplarini sonini toping, deyapti. Jinsiy ko'payishda izogameta hosil qiladi. Bitta izogametada xivchin nechta bo'ladi? 2 ta. 60 ta xivchini bo'lsa, hop, 60 ta xivchini bo'lsa, uni 2 ga bo'lsak 30 ta bu izogameta. 30 ta izogameta. 30 ta izogameta. Hop, nechta zigotaga aylanadi? 30 ta izogametani nechaga bo'lib olamiz? Hop, 2 ga bo'lib olamiz. Ha? 30 ta izogameta bo'lsa, izogametalar juft-juft bo'lib qo'shiladi-yu. Shunda 15 ta nima chiqadi? Zigota. Ha, 15 ta zigota chiqadi. Endi hop, 15 ta zigota chiqsa, 15 ta hop, zigotadan nechta Ulotir X tip hosil bo'ladi? 15 ta endi necha ko'paytirib olamiz? 4 ga ko'paytirib olsak, demak 60 ta nima hosil bo'ladi? Ip hosil bo'ladi. Hop, buni javobi A javob ekan, ha. Hop, 13-1 ga qaraymiz. Ulotir X'ning jinsiy ko'payishda qatnashgan hujayralarda jami 40 ta xivchin borligi ma'lum bo'lsa, hosil bo'lgan izogameta va zigota soni nechta, deyapti. Demak, 40 ta xivchin bo'lgan bo'lsa, 40 ni nechiga bo'lamiz? Hop, 2 ga bo'lsak, demak 20 ta bu bizdagi nima? Izogameta. Ha? Izogametalarning sonini ham 2 ga bo'lsak, demak 10 ta. Bu nimani soni? Hop, zigotani soni. 10 ta zigota soni. Hop, buni javobi hop, A javob ekan. o'n to'rt birga qaraymiz. Ulotir X'ning jinsiy ko'payishida qatnashgan hujayralarda jami
32 ta xivchin borligi ma'lum bo'lsa, hosil bo'lgan izogameta va ulotrikisi iplarini sonini toping debdi. Biroz farq qiladi xolos. 32 ta xivchin bo'lsa, 32 ni 2 ga bo'lib yuborsak, 16 ta bu nimani soni? Izogametani soni. Endi 16 ta izogametalar ikkitasi biri-biri bilan qo'shilib turib 8 ta nimani hosil qiladi? Zigotani hosil qiladi. Endi hop, bitta zigota nechta ip hosil qilar ekan? 4 ta. Ha? 8 ta zigota har biridan 4 tadan ulotrikisi ip hosil bo'lsa, demak 32 ta nima ekan? Ip hosil bo'lar ekan. Bunda so'rayotgani izogametalarning soni 16 ta, ulotrikisi iplarning soni 32 ta ekan. Javobi A javob. Hop, tushunarli bo'lyaptimi? 15 u 1. Ulotrikisning jinsiy ko'payishda qatnashgan izogametalar soni 16 ta. Hosil bo'lgan zigotalar va ulotriks iplarining soni nechta deyapti? 15 u 1. Ha? Hop, 16 ta izogameta bo'lsa, uni 2 ga bo'lsak, demak 8 ta nima ekan? Zigota. 8 ta zigota hosil qilgan iplarning soni 4 barobar ko'p o'zidan. Ha? Demak 32 ta bu nima ekan? Ulotriksning ip hosil bo'lar ekan. Javobi 8 ga 32 A javob. o'n olti u 1. Ulotrikisning jinsiy ko'payishida jami 8 ta zigota hosil bo'lgan bo'lsa, hosil bo'lgan ulotrikisning iplarining soni va urug'lanishda qatnashgan hujayralardagi xivchinlarning soni nechta debdi? Demak, zigotalar soni 8 ta bo'lsa, bizdan iplar sonini so'rayapti avval. Demak, uni 4 ga ko'paytirib olsak, 32 ta nimani hosil qilar ekan? Ulotrikisning ipini hosil qilar ekan. Endi ulardagi xivchinlar soni nechta deyapti? Zigota 8 ta bo'lsa, ha? Izogametalar undan 2 barobar ko'p bo'lgan. 16 ta izogameta bo'lgan, ha? 16 ta izogameta bo'lsa, 16 ta izogametaning har birida iplar soni, xivchinlar soni 2 tadan. Demak, 32 ta nima ekan? Xivchin. 2 ta xivchin. Buni javobi xo'p, A ekan, ha? Tushunarli bo'lyaptimi? Xo'p. Birinchilarning yechimini ko'rsatib beryapman, ha? Qolgan 2, 3, 4larni hop, ko'rsatib hozir aytasizlar. 17 u 1 ga e'tibor beramiz, ha? 17 u 1 ga qaraymiz. Ulotrikisning jinsiy ko'payishda 24 ta ulotrikis iplari hosil bo'lgan bo'lsa, urug'lanishda qatnashgan hujayralardagi jami xivchinlar soni va izogametalarning sonini toping debdi. Iplar soni demak 24 ta ekan, ha? 24 ni nechiga bo'lamiz? 4 ga bo'lib yuborsak, ha? Necha? 6. 6 ta bu nima? Zigota. 6 ta zigota. Endi mana shu zigotani hosil qilgan izogametalarning soni nechta? 6 ni 2 ga ko'paytirsak, hop, 12 ta. 12 ta nima? Izogameta. Ha? 12 ta izogametaning har birida xivchinlar soni 2 tadan bo'lsa, demak 24 ta bu nimani soni bo'lar ekan? Xivchin soni bo'lar ekan, ha? Demak, bizdan so'rayotgani xivchinlar soni 24 ta, izogametalar soni 12 ta. Javobi A javob chiqadi.
o'n sakkizu birga qaraymiz o'quvchilar. Ulotir x'ning jinsiy ko'payishda 256 ta gameta hosil bo'lgan bo'lsa, shu gametalarning 25% dan zigotalar hosil bo'lgan zigotalarning barchasidan ulotir x iplari hosil bo'ldi. Qancha ulotir x iplari hosil bo'lgan deyapti. Demak, jinsiy ko'payishda hosil bo'lgan gametalar soni nechta ekan? 256 ta. Gametalarning 25% dan zigota hosil bo'libdi. Avvalo 256 ni 256 ni 25% ni topib olamiz. 25% ni topish uchun 0.25 ga ko'paytirsak ham bo'laveradi. Hop, 128 64 ekan, 4 dan 1. Demak, 64 tasdan hosil bo'libdi. Endi 64 ta gameta bo'lsa, 64 ta gametadan nechta zigota hosil bo'ladi? Demak, 64 ni bo'lamiz nechiga? 2 ga. Demak, 32 ta zigota hosil bo'lyapti. 32 ta zigota. Endi shu zigotalarni ham hammasidan ip hosil bo'libdi. Demak, 32 ta zigotani har biridan ip hosil bo'lgan bo'lsa, nechtadan ip hosil bo'ladi? 4 tadan. Demak, 128 ta ulotir x'ning ip hosil bo'lgan. Demak, buni javobi ha javob ekan. 19u 1ga qaraymiz. Ulotir x jinsiy ko'payishida 200 ta gameta hosil bo'lgan va shu gametalarning 50% dan zigota hosil bo'lmagan. Demak, necha foizdan zigota hosil bo'lgan ekan? 50%. Hosil bo'lgan zigotalarni barchasidan ulotir x iplari hosil bo'lgan. Qancha ulotir x ip hosil bo'lgan debdi. Demak, gametalar 200 ta bo'lsa, uni 50% ni topsak, demak 100 ta gametadan ulotir x ip hosil bo'lyapti ekan. Demak, 100 ni 2 ga bo'lib olsak, demak 50 ta bizda nima chiqadi? Zigota. 50 ta zigota chiqadi. Endi 50 ta zigotani har biridan nechtadan ulotir x ip hosil bo'ladi? 4 tadan. 4 ga ko'paytirsak, demak 200 ta ulotir x ni ipi ekan. Buni masalani javobi A javob ekan. Hop, 21ga qaraymiz. Ulotir x'ning jinsiy ko'payishida 256 ta gameta hosil bo'lgan. Bu gametalarda 4 dan 1dan zigota hosil bo'lgan. Zigotalarning barchasidan ulotir x ip hosil bo'lgan. Qancha ip hosil bo'lgan deyapti. Hop, 21. ikki yuz ellik oltita gametani 4dan 1ni topib olamiz. 1 taqsim 4 qismi necha bo'ladi? 64 ta gameta. 64 ta gametadan nechta zigota hosil bo'ladi? 32 ta zigota. Zigotalarni hammasidan ham ip hosil qilgan bo'lsa, 32 ni 4 ga ko'paytirsak 128 ta nima ekan? Ip hosil bo'lar ekan, ip. Xo'p, bu masalani javobi A javob. Yigirma birda birinchisiga ham qaraymiz. Ulotir x'ning jinsiy ko'payishida 256 ta gameta hosil bo'lgan va gametalarni ham 25% dan zigota hosil bo'lgan. Zigotalarni ham 50% dan ip hosil bo'lgan. Qancha ulotir x ip hosil bo'lgan deyapti. 256 ta zigota bo'lsa, uni 25% qancha bo'ladi?
Hop 256 ni 0,25 ga ko'paytirsak, demak 64 ta gameta bo'ladi. 64 ta gametadan nechta zigota hosil bo'ladi? 64 ta 2 ga bo'lsak, demak 32 ta zigota hosil bo'ladi. 32 ta zigota. Endi xo'p, zigotalarni ham 50% dan ulotrix ip hosil bo'ldi. Hop, 32 ni 50% degani 0,5 qismi bu 16 tasidan, 16 ta zigota bo'lsa, 16 ta zigotadan har biridan nechtadan ip hosil bo'ladi? 4 tadan. Demak, 64 ta ip hosil bo'ladi. Bu masalani javobi javob ekan. Endi 22-masalani birinchisiga e'tibor beramiz. Agar ulotrixning jinsiy ko'payishi natijasida 64 ta ulotrix ip hosil bo'lgan bo'lsa, ulotrix ipini hosil qilgan zigotalar umumiy zigotalarning 50% ni tashkil qilsa, shu zigotani hosil qilgan gameta umumiy gametalarning 25% ni tashkil qilgan bo'lsa, umumiy xivchinlarning sonini aniqlang debdi. Masala endi yana biroz murakkablashyapti. 64 ta ulotrix ip hosil bo'lgan bo'lsa, bu nechta zigotadan hosil bo'lgan? Shuni topib olaylik. 64 ta bo'lsa, uni 4 ga bo'lsak, 16 ta zigotadan hosil bo'lgan. Mana shu 16 ta zigota umumiy zigotalarning 50% ekan, yarmi. Demak, 16 ni 0,5 ga bo'lib yuborsak, 32 ta nima ekan? Umumiy zigota ekan. 32 ta umumiy zigota ekan. Endi shu 32 ta umumiy zigota nechta gametadan hosil bo'lgan? 32 ta zigota bo'lsa, uni nechaga ko'paytiramiz? 2 ga ko'paytirsak, 64 ta izo gametadan hosil bo'lgan. Mana shu 64 ta izo gameta umumiy gametalarning ham necha foizi? 25%. 64 tasi. Hop, 0,25 ga bo'lib qo'ysak ham bo'laveradi shu yerda. Yoki bunday proporsiya qilsangiz ham bo'laveradi. 64 tasi bu 25%. 100% da qancha desangiz ham xuddi shu. Demak, 4 barobar katta son 256 ta. Mana 256 ta chiqqan son bu izo gametalarning umumiy soni. Endi 256 ta izo gametada xivchinlar soni nechtadan bo'ladi? Hop, 2 tadan bo'ladi. 2 tadan bo'lsa 512 ta. 512 ta bu nima ekan? Xivchin. 512 ta xivchin. Bu masalaning javobi javob ekan. Tushunarli bo'lyaptimi? Hop, qaytaraman qaranglar. Bizda 64 ta nima bor ekan? Ulotrixni ipi bor ekan, uni 4 ga bo'ldik. U nechta zigotadan hosil bo'libdi? 16 ta zigotadan hosil bo'ldi. 16 ta zigota umumiy zigotalarning 50% ekan. Shuning uchun men 0,5 ga bo'lib qo'yaverdim yoki proporsiya qilsangiz ham xuddi shu. Demak, 32 ta bu zigotalarning umumiy soni ekan. 32 ta umumiy zigota bo'lsa, hop, 32 ta zigotani hosil qilgan izogametalar nechta bo'ladi? 64 ta. Hop, 64 ta. Mana shu 64 ta izogameta umumiy gametalarning necha foiz ekan? 25%. 100% gameta qancha desak,
Uni soni 256 ta ekan, ha? 256. 256 ta izogameta, 256 ta izogameta. Hop, nechta xivchin saqlaydi? Ikkitadan bo'lsa, 512 tadan xivchinga ega bo'ladi. Tushunyapsizmi? Hop, xuddi shu tartibda ishlanadi. Endi 23 u birda ham ishlaymiz, ha? 23 u birda. Agar ulotir x'ning jinsiy ko'payishi natijasida 512 ta ulotir x ip hosil bo'lgan bo'lsa, ulotir x ipini hosil qilgan zigotalar umumiy zigotalarning 50% ni tashkil qilsa, shu zigotani hosil qilgan gameta umumiy gametalarning 25% ni tashkil qilsa, umumiy gametalar sonini aniqlang. Bu ham xuddi shu masalaga o'xshash ekan, ha? 512 ta ip. Ha? Nechta zigotadan hosil bo'ladi? 4 ga bo'lib yuboramiz, ha? Xo'p, 4 ga bo'lib yuborsak, 128 ta zigotadan hosil bo'ladi. Mana shu 128 ta zigota umumiy zigotalarning necha foizi? To'g'ri, 128 tasi 50% bo'lsa, 100% da qanchasi 2 barobar katta son 256 ta. 256 ta. 256 ta zigota nechta gametadan hosil bo'ladi? Uni 2 ga ko'paytiramiz, ha? 2 ga ko'paytirsam 512 ta. 512 ta izogametadan hosil bo'ladi, ha? 512 ta izogametadan. Endi 512 ta izogametalar umumiy gametalarning necha foizi? 25%. Hop, 100% da qancha desak? Hop, 2048 ta. 2048 ta bu nima ekan? Gameta. 2048 ta gameta. Bu qaysi javobga to'g'ri keladi? A javobga to'g'ri keladi. Hop, 24 u 1 ga qaraymiz. 24 u 1. Tayyormisizlar? 24 u birinchi masala. Ulotir x'ning ko'payishida 64 ta ikkita xivchinli. Ikkita xivchinli deganda nima tushunilar ekan? Izogameta tushunilar ekan, ha? 16 ta 4 xivchinli hujayralar hosil bo'ldi. Shulardan nechta yangi organizm rivojlanadi, deyapti, ha? 64 ta ikki xivchinli hujayra bu izogameta ekan, ha? 64 da 2 ga bo'lib yuborsak 32 ta. Hop, bu nimani soni? Zigotani soni. Ha? 32 ta zigotani har bir nechtadan ulotir x tipini hosil qilardi? 4 tadan. Demak, 128 ta ip hosil bo'ladi. 128 ta ulotir x ipiga 16 ta 4 xivchinli hujayra deganda nima tushunilar ekan? Zoospora. Bitta zoosporadan nechta ip hosil bo'lar ekan? Bitta. Ha, bitta zoosporadan bitta. Demak, 128 ta jinsiy ko'payishdan hosil bo'lganiga 16 ta zoosporani qo'shib qo'ysak ham 100 necha? 44. 144 ta yangi ulotir x ip hosil bo'lar ekan, ha? Bu masalani javobi A javob ekan.
25 u 1. Chuchuk suv havzasida ulotrix jinsiz va jinsiy ko'payishga kirishdi. Natijada 300 ta zoospora va izogameta hosil bo'ldi. Shulardan 30%ni 4 xufchinli hujayralar tashkil etadi deb hisoblansa, nechta yangi ulotrix ip hosil bo'ladi deyapti. 4 xufchinli hujayrani nima deyapmiz? Zoospor. 2 xufchinli hujayrachi izogamet. 360 ta ekan ularning umumiy soni. Xo'p, 360 tadan 30%ni 4 xufchinli hujayra tashkil qilsa, 0 ishga ko'paytirib yuboray birovlar. Xo'p, buni ko'paytiradigan bo'lsak, 108 tasi 4 xufchinli hujayra nima? Zoospor. Demak, 108 ta zoospora. 108 ta zoospora degani 108 ta ip degani. Endi 360 tani qolgan 70%. Bu izogameta bo'ladi. Buni soni nechta chiqadi? 42 bo'lsa. Hop. 252 ta. 252 tasi bu nima ekan? Izogameta ekan. Endi 252 ta izogametani 2 ga bo'lamiz, Uni bo'lsak 126 ta. Bu nimaning soni? Zigota. Hop, zigota ekan. Endi 126 ta zigotadan har biridan nechta ip hosil bo'lyapti? 4 tadan. Demak 500'i 4 ta. 504 ta ip. Endi jinsiy ko'payishdan hosil bo'lgan iplar 504 ta. Xo'p, jinsiz ko'payishdan hosil bo'lgan iplar soni 108 ta. 108 ga qo'shaman 504 ni. Xo'p, 612 ta. 612 ta jami ulotrix iplari hosil bo'ladi. Bu masalaning javobi javob ekan. Xo'p. Tushunarli bo'lyaptimi? Hop, bo'lmasa 2, 3, 4larni yechib ko'rsatasizlar, Hop, 26 ni birinchisida ulotrix rizoidini hisobga olmaganda uning qattanasi bir xil uzunlikdagi hujayralardan iborat. Ulotrix bitta hujayrasining uzunligi 2,5 metr. Rizoidini hisobga olmaganda uning uzunligi 2,25 metrga teng bo'lsa, xuddi shunday uzunlikdagi ikkita bir xil ulotrixning barcha hujayralaridan ikkitadan gameta hosil bo'lib, shu gametalarning 70% o'zaro juft bo'lib qo'shilib zigota hosil qildi. Ushbu zigotalardan jami nechta yangi ulotrix ip hosil bo'lgan debdi. Bizda endi ulotrix qattanasida nechta hujayra borligini uni uzunligidan topib olamiz, o'quvchilar. Xo'p, uzunligi 2,25 metr ekan, Xo'p, 2,25 metr bo'lsa, u net santimetr bo'ladi. 225 santimetr bo'ladi. 1 santimetrda necha millimetr bor? 10 millimetr bor, Demak, 2250 millimetr uzunlikda ekanda ulotrix tanasi. 2250 millimetrda bitta ulotrix hujayrasining uzunligi qancha ekan? 2,5 ekan, 2,5 ga bo'lsak, bizda nechta hujayra borligi chiqadi, Demak, nechta chiqyapti ekan? 900 ta. 900 ta hujayra. Demak, bitta ulotrix tanasida
900 ta hujayra bor ekan. Xo'p, endi xuddi shunaqa ulotir ikkisidan nechta ekan? 2 ta ekan. 900 ta bo'lsa, xuddi shunaqa ulotir ikkisi sanasidan 2 ta ekan. Demak, 1000 Xo'p, 800 ta hujayra bor ekan. Endi xuddi shunday uzunlikda ikkita bir xil ulotrixning barcha hujayralardan ikkitadan gameta hosil bo'libdi. 1800 ta hujayrani har biridan ikkitadan gameta hosil bo'lgan bo'lsa, 2 ko'paytirsak 3600 ta. Bu nimani soni? Hop, gameta soni. Endi 3600 ta gametalarning necha foizi juft-juft bo'lib qo'shilibdi? 70%. 3600 da 70% 0,7 ko'paytirsak 2520 ta gameta ko'payish ishtirok etyapti. 2520 ta gameta ikkitasi bir bo'lib qo'shilganda nechta zigotaga aylanadi? 1260 ta nimani hosil qiladi? Hop, zigotani hosil qiladi. 1260 ta zigota. Endi mana shu zigotalardan nechtadan ip hosil bo'ladi? Demak, 1260 tani har biridan 4 tadan ip hosil bo'lsa, 5040 ta yangi ulotrix nimasini hosil qilar ekan? Ipini. Hop, xuddi shunaqa javobda berilgan. Tushunarli bo'ldimi? Demak, 2,25 metr degani 1 metrda 100 cm bo'lsa 225 cm, 1 cmda 10 ta millimetr bo'lsa 2250 millimetr. 2250 millimetr uzunlikda bo'lsa, bir hujayra uzunligi 2,5 millimetr bo'lsa, demak bitta ulotrix tanasida, rizoidini hisobga olmasak, nechta hujayra bor ekan? 900 ta. Masalan, shartida aytayaptiki, shunaqa o'simlikdan, ulotrixda nechta ekan? 2 ta. Shuning uchun ikkitasida 1800 ta hujayra bor. Va har biri deyapti, ikkitadan gameta hosil qilsa, 3600 ta gametani hosil qiladi. 3600 ta gameta, 70% bo'lsa, umumiy gametalar 2520 ta gameta. 2520 ta gameta bo'lsa, uni 2 ga bo'lsak, 1260 ta undan hosil bo'luvchi nimalar? Zigotalar. Zigotalar. 1260 ta zigota bo'lsa, undan iplar soni 4 tadan hosil bo'lsa, 5040 ta yangi ulotrixning ip hosil bo'lar ekan, o'quvchilar. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Endi nechinchi masalaga yetib keldik? 27 yu 1 ga yetib keldik, Xo'p, 27 ni 1 ga qaraymiz, o'quvchilar. Ulotrixning jinsiy va jinsiz ko'payish natijasida jami 144 ta ip hosil bo'ldi. Jinsiz ko'payishdagi zoosporalarning soni jinsiy ko'payishdagi zigotalardan 2 barobar kam. Jinsiy ko'payishdan hosil bo'lgan ulotrix iplarining soni nechta debdi? Men mana bu yerga yozib qo'ydim. Demak, ulotrix jinsiz ko'paysa nima hosil qilar ekan? Zoospora. Jinsiy ko'payganda izo gameta hosil qiladi. Izogametalarning qo'shilishidan nima hosil bo'ladi? Zigota. Bitta aytayotgani masalada zigotalardan zoosporalar necha barobar kam ekan? 2 barobar. Buni bitta, buni 2 ta desam, nisbati to'g'ri keladi, mana. Bunga nisbatan zoospora mana 2 barobar kam. Bitta zoospora deb olsak, undan iplar soni nechta hosil bo'ladi? Bitta ip hosil bo'ladi. Endi zigotalarni 2 ta deb oladigan bo'lsak, ikkitasidan 8 ta. Sabab bittasidan
4 ip hosil bo'lardi-yu. To'g'rimi? Bittasidan 4 ip. Shuning uchun bitta ipga mana bu jinsiy ko'payishdagi 8 ipni qo'shsak, 9 ta ip hosil bo'lar ekan. Zigotalarning zoosporiga nisbati 2/1 bo'lganda, endi 144 ta masalada berilgan iplar taqsimlab olsak, hop, 1da 144 ga ko'paytirib 9 ga bo'lsangiz, 16 ta ip bu jinsiz ko'payishdan hosil bo'lar ekan. Ha. 8 ni 144 ga ko'paytirib 9 ga bo'lsangiz, 128 ta ip jinsiy ko'payishdan hosil bo'lar ekan. Bizdan masalada so'ragani jinsiy ko'payishdagida, demak bu masalan javobi D javob ekan. Ha. D javob ekan. Hop. Tushunyapsizmi? Hop, o'quvchilar 28 da birinchisida xuddi shu 27 ni birinchisiga o'xshar ekan. Lekin undan so'rayotgani jinsiz ko'payishda hosil bo'lgan lotrix iplarini nechta debda. Jinsiz ko'payishdagisi mana 16 ta bo'laveradimi? 16 ta bo'laverar ekan, ha. Endi 29 u 1 ga e'tibor beramiz. 29 u 1 ga e'tibor beramiz. Biroz boshqacha. Ulotrixning zoosporalari va izogametalarining umumiy soni 1200 ta. Undagi xichinlarning soni esa 3600 ta ekan. Endi shu yerda ajratib olamiz bir-biridan. Ha, o'quvchilar. Endi hop, jinsiy ko'payishida izogameta hosil qilar ekan. Izogametani xichini soni nechta? 2 ta xichini bor. Hop. Jinsiz ko'payganda zoospora hosil qilar ekan, uning xichini nechta ekan? 4 ta ekan. Biz izogametalarning sonini x, hop, zoosporalar sonini y bilan belgilab olishimiz mumkin. O'shanda x izogametalarning soniga y zoosporalarning umumiy sonini qo'shsak, ularning umumiy soni nechta bo'lar ekan? 1200 ta. Tushunyapsizmi? Demak, mana izogametani men x deb oldim, zoosporani-chi y deb oldim. Hop, izogametaga mana zoosporani qo'shsam, x va y ning yig'indisi 1200 ta. Endi ularda xichinlar, izogametalarda xichinlar nechta ekan? 2 ta. Demak, 2 ta x ekan. Zoosporada xichinlar 4 ta ekan, 4 ta y ekan. Shularning umumiy yig'indisi 3600 ta. Bu tenglama bo'lib qoladi. Tepasini 2 ga ko'paytirib olamiz, past yozamiz. 2 ta x plus 2 ta y 2400 ga teng bo'lsa, bular qisqarishib ketadigan bo'lsa, 2 ta y 1200 qoladi. Hop, bitta y ning qiymati shunda necha ekan? 600. 600 chiqqan soni bu zoospora soni. Zoospora. Endi hop, 1200 dan mana bu y dagi 600 da bersam, x ning soni ham necha? 600 ta. Bu izogametaning soni. Endi masalada yana nima deyapti? Jinsiy ko'payganda izogametalarni 80% urug'lanishda ishtirok etdi debdi. Izogameta 600 ta ekan. 80% 0.8 degani 0 ga qisqartirib olib 6 kara 8 48, 0 ni qo'shsak 480. Demak 480 ta izogameta qatnashibdi. 480 ta izogametani endi 2 ga bo'lib qo'ysak, zigotalar soni 240 ta nima ekan? Zigota. Ha? Yana masalada aytayaptiki, zigotalarning 80% dan ulotrix ip hosil bo'ldi debdi. Demak 240 ni 0.8 ga ko'paytirsak 190
ikkita, 192 ta. Bu zigota yana ko'payishda davom etdi. 192 ta zigotani har biridan 4 tadan ip hosil bo'lgan bo'lsa, 768 ta nima hosil bo'ladi? Ip. Bu to'liq javob bo'lsa, 768 ta chiqayotgan mana Ulotrix'ni ipi, Ulotrix'ni mana 600 ta zigotaning rivojlanishdan kelib chiqyapti. Endi zosporalar ham Ulotrix ipini hosil qiladimi? Hop, nimaga? Zosporalar ham bittasidan bitta nima hosil bo'lardi? Ip hosil qilardi. Shuning uchun hop 600 tasiga qo'shaman 768 ta jinsiy ko'payishdagi. Hop 1368 ta. Endi masalan shartiga e'tibor bersak, hop 1368 ta mana shu javob to'g'ri bo'ladi. Hop, Ulotrix jinsiy ko'payganda izogametalarning 80% urug'lantirishda ishtirok etsa, hosil bo'lgan zigotalarning 80% dan yangi Ulotrix ip hosil bo'ladi debdi. Demak, zigotalarning o'zidagi javob topdi bunda. Demak, buni javobi 768. S javobni olib qo'yamiz javobga. S javob bo'ladi. 31da ham ishlab ketamiz o'quvchilar. Ulotrix zosporalar va izogametalari bu yerda 1200 ta ekan. Demak, hop, X bilan siz izogametani Y bilan zosporani ilab olishingiz mumkin. Shunda X va Y ning umumiy soni nechta bo'ladi? 1200 ta bo'ladi. 1200 ta. Endi ikkita X plus 4 ta Y ning yig'indisi 3600 ta bo'lar ekan. Mana shu tenglamani yetsak javob chiqadi. Hop, tepasini 2 ga ko'paytirib borsak, ikkita X plus ikkita Y 2400. Bular qisqarib ketadi. Ikkita Y'imiz 1200, Y'imiz 600, X'imiz ham nechiga teng? 600 ga teng bo'ladi. Buni javobi B javob chiqyapti. Hop, yaxshi. 31 1ga qaraymiz. Ulotrix ipidagi jami hujayralarning soni n ta bo'lsa deyapti. Qandaydir sonda. Shu hujayralardan hosil bo'lgan barcha zosporalardagi ixchinlar sonini aniqlang. Jinsiz ko'payishda hujayralar minimal sonda zospora hosil qilgan deb hisoblang deyapti. Ulotrix jinsiz ko'payishida 4 ta yoki 8 ta zospora hosil qiladi. Minimal sondagi nechta ekan? 4 ta. Minimal sonda 4 ta zospora hosil qilsa, 4 ta zosporada har birida 4 tadan ixchim bo'lsa, demak nechta ixchim bo'ladi? 16 ta ixchim bo'ladi. Endi bitta hujayrada nechta ixchim ekan? 16 ta ixchim. To'g'rimi? Hop, hujayralarning soni nechta? Hop, enta. Demak 16 n desak, hujayralar sonini 16 ga ko'paytirsak, undagi hosil bo'ladigan ixchimlar kelib chiqadi. Lekin shu yerda bitta narsa, uni bitta rizoid bo'ladi. Bitta hujayradan iborat nimasi bo'ladi? Rizoid. Rizoidni nima hosil qilmaydi? Zospora hosil qilmaydi. Rizoidda ixchim hosil qilmaydi. Shuning uchun 16 n dan minus 16 ni ayirib qo'ysangiz, mana shu u hosil qiladigan ixchimlarning soni bo'ladi. Tushunyapsizmi? Yana bir marta qaytaraman, qaranglar. Ulotrix jinsi ko'payganda 4 ta yoki 8 ta zospora hosil qiladi degan. Minimal sonda 4 ta bo'lsa, 4 ta zosporada nechta ixchim bo'lar ekan? 4 tadan bo'lsa 16 ta ixchim.
Hujayralar soni n ta bo'lsa, ixchinlar soni 16 n bo'lishi kerak. Lekin bitta hujayra hosil qilmayapti-yu. Ha, rizoid ixchin hosil qilmayapti 16 ta. Shuning uchun 16 n dan siz 16 ni ayirib qo'ysangiz, ha, undagi ixchinlarning soni kelib chiqadi, o'quvchilar. Maksimal desa 8 da olaverasiz, ha? 8 da olaverasiz. Shu bilan masalalar tugabdi, ha? Demak, mana shu kitob tartib bilan ishlab boriladi, ha? Hop. 2, 3, 4larni hammasini o'zlari ishladilaring, ha? Mana shu ishlaysizlar, tugatasizlar, ha? Ishlab bordilaring. Bu masala kitobini yaxshi tomoni har 4 ta masala bir-biriga nima qiladi? To'liq o'xshaydi. Hop, tushundik-a? Hop.